Navbatdagi lavhamizda qishloqda yashovchi shijoatli xotin-qizlarning kasbiy ko'nikmalarini oshirish va bandligini ta'minlash nomli ijtimoiy loyiha xususida so'z boradi. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi huzuridagi fuqarolik jamiyati institutlarini qo'llab-quvvatlash jamoat fondi tomonidan jamiyatdagi ijtimoiy, huquqiy va ekologik muammolarni hal etishga fuqarolik jamiyati institutlarini jalb etish mavzusidagi davlat granti e'lon qilingan edi. Shijoatli qishloq ayollari nodavlat notijorat ayollar markazi tanlovda g'olib deb topilgan va ular tomonidan mazkur loyiha amalga oshirilmoqda. Asosiy e'tibor ishsiz, ijtimoiy himoyaga muhtoj va kasbiy malakasi yetarli bo'lmagan xotin-qizlarga qaratilgan. Bizning markazimizda chekka qishloqdagi ayollarni, ishsiz ayollarni olib, hozirgi kunda ana 15 ta Qarako'ldan, 15 ta bizning jondorimizdan ayollarni, ishsiz ayollarni olib, ularni o'qitib, ana kasb bilan yo'naltirmoqchi biza. O'qitib o'tiribmiz, ana pishiriqchilik, sartaroshlik, ana tikuvchilik. Maqsadimiz ayollarni o'zini band qilib, o'qitib, masalan, tikuvchi bo'lsa, un tovarini bozorlarga savdo-sotiqqa olib chiqib, oilasini rivojlantirish. O'quv jarayonlarida ishtirokchilar nafaqat kasb sirlarini o'rganmoqda, balki xizmat ko'rsatish madaniyati, mijozlar bilan ishlash, o'zini o'zi band qilish va kichik tadbirkorlik faoliyatini yo'lga qo'yish bo'yicha ham muhim bilimlarga ega bo'lmoqda. Bu esa kelgusida ularning mustaqil mehnat faoliyati bilan shug'ullanishi va barqaror daromad manbaiga ega bo'lishiga xizmat qiladi. Davlatimiz tarafidan ayollarimizga juda katta imkoniyatlar yaratilgan. Shuningdek bizning jondor ayollarimiz ham o'quv markazi tarafidan o'qitilmoqda, kasbga yo'naltirilmoqda, ijtimoiy himoyaga muhtoj ishsiz xotin-qizlarimiz o'qitilib, kasbga yo'naltirilib, o'sha oilalariga daromad keltirmoqda. Farzandlarni o'qityapti, to'y tomoshalar qilyapti. Nimaiki bizning maqsadimiz o'sha ayollarni kasbga yo'naltirish, kasbni o'rgatish. Shuningdek, loyiha doirasida o'quvlarni muvaffaqiyatli tamomlagan ishtirokchilarni kelgusida ish bilan ta'minlash, kerakli uskunalarni olib berish, o'zini o'zi band qilish yoki yakka tartibda tadbirkorlik sifatida ro'yxatdan o'tish masalalariga ham amaliy yordam ko'rsatish uchun 112 million so'm yo'naltirish ko'zda tutilgan.